sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilmoqda. Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aka, hozir o'z shtrafnoga olib chiqdingiz. Undan keyin sud bo'ladi, boshqa yozdi, chizdi, ish ko'payadi. Sizga ham, menga ham ortiqcha ish nima kerak bor aka? Men shuni olib qo'ying. Yo'q. Qo'lboringlar mashinani qabul qilish bo'yicha. Hurmatlarda qo'l qo'yib yuboring. Ish ko'payib ketadi. Qonunga o'zingizmi javob berasiz? Hamma narsaning iloji bor aka. 100-200 emas, 1000 joyda. Yo'q. Pora olishdan pora berish jinoyat. Bu voqea Andijon viloyatida sodir bo'lgan. Unda Xorobod shahar yo'l harakati xavfsizligi xizmati katta inspektori, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, haydovchi ma'muriy ish hujjatlarini sudga taqdim etmaslik, avtomashinani jarima maydonidan chiqarib berish va chora ko'rmaslik evaziga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora sifatida taklif qilayotganligini ma'lum qiladi. Haydovchining qilayotgan xatti-harakatlari qonunga xilof ekani va bu jinoyatga sabab bo'lishi haqida xodim ogohlantirishiga qaramay, suvdan quruq chiqishni istagan fuqaro pora taklif qilishda davom etadi. Yo'l patrul xizmat xodimi o'z bildirgisida bu holat bo'yicha qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida haydovchi taklif qilingan pullardan 9 million so'mini pora tariqasida bergan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olinadi. Tezkor tadbirda gumonlanishda turishdan qancha bu yerda? 9 million so'm. ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati Xonobod shahar prokuraturasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Komandir, yaxshimisiz? Qanaqasiz? Mana Joydami hujjatlar? hujjatlar joyida. Mashinaga nima ortilgan aka orqaga? Metal bor edi azizim. Qanaqa metal? Misli, yo'q. Aka, bularning yukida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'liqmi? Charchamasizmi? Rahmat. Hujjatlar joyida metal lomda? Yo, metal lombocha hujjatlari yo'q ekan. Noqonuniy mumkin emas-ku bu. Shu Rangli metal. Boramiz endi bir safarga. Aka, mashina saqlash uchun vaqtincha jarimonaga qo'yib turamiz. Ya, komandir, bu yoqqa qarang. Aka, qarang. Yonimda 5 million bor. Beringlar, qo'yib yuboring, aka. Aka, ogohlantirib qo'y. Pora berish ham, pora olish ham bu jinoyat. Pora berish jinoyat. Bu haqda yo'l patrul xizmati inspektori fuqarolarni qayta ogohlantirsa ham o'z fikrida sobit turgan shaxslar oxirida qo'lga olinadi. Bu voqea Namangan viloyatida sodir bo'lgan. Joriy yilning 23-aprel kuni yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda Isuzu rusumli yuk avtomashinasida 1500 kilogramm miqdordagi mis rangli metallarni hujjatlarsiz Toshkent shahriga olib kirayotganligi aniqlanganligini, fuqaro yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan rasmiylashtirilgan hujjatlarni surishtiruv organlariga topshirmasdan ijobiy hal qilib berishi evaziga 5 million so'm miqdordagi pullarni berishini aytadi. Shu sababli fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro xodimga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Halqa berdingizmi? Sizga tushuntirdimi bu jinoyatligini 211-modda bilan javobgar bo'lasangiz tushuntirdimi? Nimaga qaytmadingiz? Hozir hujjatlar rasmiylashtirildi. E'tirozlaringiz yo'qmi? Holat yuzasidan Namangan viloyati Pop tumani prokuraturasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 31 74 raqamlariga hamda ekrandagi maxsus Telegram bot orqali xabar berishingiz mumkin. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.